Assalomu alaykum vatandoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 44 soniga xush keldinglar. Bugun biz sürgün dokumentimizningki bosh ministri Abdulahad Nur Damallamni hukumatimizning sifati va safasi degan temada suhbat taklif qildik. Suhbatimizga xush keldingiz. Hoş bulduk, rahmet. Rahmat. Masalan, bugungi xizmatimizdan tortib deb kelsak, hukumatning xizmati nihoyat aldirash hozir. Degan sizlarga cho'qim soat 5 bo'ladi, bizga 7 da bizningki munbar yig'ini bo'ldi. Undan keyinla bizningki tarbiyalash programmamizga ulgurib siz dars o'tdingiz. Hukumatning xizmati mishta aldirash ketyapti. Hukumat xizmati vatan xizmati uchun pedagog ruh ketadi. Undan keyin o'zining qanday bedel berishini hisoblashmay tirishadigan ruh ketadi. Hamda vatan temasi so'zildik. Vatan temasida bizningki Hoca Muhammed bizning 47 yoshida vafot bo'lgan bizning Uyg'urlarning eng esil shoiri. Vatan erning ippiti deganda mundaq bir gap qilib ekan. Men shundoq o'ylayman. Erningmi ippiti bo'ladi. U vatan. Yana shundoq o'ylayman. Vatansizlarni Alloh kechirmaydi. Ular jannatdan umid kutmasin. Jinoyat ruhdagi yengilmas kuchdir. Haqqoniyatni aşı kuch yaratadi. Yana shundoq o'ylayman. Vatansiz erlar iffatsiz erlardir. Ularni dunyo kechirmaydi. Ular barobarlikdan umid kutmasin. Yana shundoq o'ylayman. Saqal burut qo'yganlarla men er demisin. Bug'doy terib zag'ri nonga to'yganlar men er demisin. Ah xalqimda dard yirtib mayxonada qo'nganlar men er demisin. Ularning jay namozda imoni nesi, el oldida vijdoni nesi. Bizning vatandagi o't yurak shoirlarimiz vatan to'g'risida shunday misralarni qoldirgan. Vatan temasi to'lim ulug' tema. Biz vatanningki mustaqillik uchun, vatanimizning mustaqillik uchun, davlatimizni mustaqil qilish uchun Sharq Turkiston sürgün hukumatiga ishlab kelyapmiz. Qurultaydan keyin xil vaqtlar o'tdi. Bu xizmatlarimizni bir xulosa qilib chiqishga, hukumatga bir qarab chiqishga majburmiz. Shunga bugun bizningki bosh ministrimiz Abdulahad Nur apandimni bu suhbat taklif qildik. Oldi bilan davlat atamiz Sobit Damallam diniy odam edi. Sizmi diniy odam bo'lish sifatingiz bilan hukumatimizning bosh ministerlik vazifasini bejo keltirib kelyapsiz. Sizningcha dinimiz siyosat bilan chiqishib qoldimi? Rahmet. Ama sualda halkımın Sobit Damallam bilen onda yandı quyosh tez yarashmaydi. Çünkü Sobit Damallam haqiqiy cho'ng bir rahbarimiz edi. Allah bizni shu zotning yo'lida mengishga nasib qilsin. Ama dinimiz bilan siyoset chaqishib qoldimi degan savolga kelsak, dinimiz siyoset bilan chaqishib qolmaydi, chiqishib qoladi. Rahmat. Nima uchun degan vaqtda biz hammamiz Sharqiy Turkiston xalqi musulmon eng tuvallarimizni Qur'onni o'qib baqqangu. Shu Qur'onni o'qib baqqanlik xotirlaymiz. Alloh taolo shu Qur'onda Sura Baqaraning 5-idilam Adem alayhissalom yaratganlikni bizga tushundirgan vaqtida bizga inson deb at qo'yishdan burun Adem alayhissalomga Adam deb at qo'yishdan burun bizning ismimizni xalifa deb atagan farishtalarga. Xalifa degan dunyoni boshqaradigan izbasar degan gap. Boshqarg'ichi degan hukumat bo'lmasa, hokimiyat tutmasa, hokimiyatning beshida bo'lmasa hech nimani boshqara olmaydi. Shuning uchun hokimiyatga aralashmagan odam boshqaraman demasa bo'ladi. Shuning uchun biz siyosatni hokimiyatga aralashish, hokimiyatga chiqib davlat boshqarish, xalqning baxtini ko'zlash deb tarjima qilamiz. Unda bo'lgandan keyin bizning dinimiz bilan siyosat qon bilan go'shtdeklam bir tuqqan. Shuning uchun bu boshqa ilahiy bo'lmagan sistemlarda, boshqa dinlarda, batil dinlarda siyosatni ayirsa, siyosat obdan mang'udi. Nima uchun degan vaqtda din bilan siyosat
Ulda bir tuqqan emas, ulda yat. Siyaset ularning diniga putlik aşan bo'ladi, ularning dini ularning siyosatiga putlik aşan bo'ladi. Shuning uchun ayrib etadi. Ama bizning dinimiz haq dini bo'lg'achqa, Allohning dini bo'lg'achqa, bizning dinimizda ten bilan, beden bilan ruhga o'xshaydi siyoset. Shuning uchun ayrilmaydi. Shuning uchun bizning dinimizda siyosatga aralashmagan odamni musulmon degilg'i bo'lmaydi. Mu'min degil zodi bo'lmaydi. Hozirgi men degan nuqtadan aytgan vaqtda inson degilimi bo'lmaydi. Nima uchun siyosatga aralashmayman, menda siyosat yo'q, men siyosatdan uzoq turaman degan gap, men hokimiyatga kelmasam bo'ladi, boshqarmasam bo'ladi, meni kim boshqasi bo'ladi, men bir hayvon bilan o'xshash, boshqasi bo'laveradi degan ma'noni bildirdi. Shuning uchun siyosatga aralashmagan insonni bizning dinimizda inson degilimi bo'lmaydi. Endi buni islom dinida bizning payg'ambarimiz nima deb qaragan bu nuqtaga, qanday muomala qilgan siyosatga degan vaqtda bizningki sunnat deymiz. Hadis kitoblarimizda muttafaqun alayh darajadagi sahih bir hadisda Abu Hurayradan rivoyat qilingan bir hadisda payg'ambar islom shunday deydi. Kanat banu İsrail'e tesusuhumul enbiya. Beni İsrail, yani İsrail oğullarına ularning ishidan payg'ambarlar siyosat qilib, siyosatda rahbarlik qiladi deydi. Tasusu siyosat yildizidan. Siyosat payg'ambarlarning tutib mangan yo'li. Kanat degan burundan shundaqdi an'ana, Bani İsrail an'anasi, tarixi ularning siyosatiga butunlay payg'ambarlar rahbarlik qiladi degan hadis var. Oxirgi kelib nima deydi? Kullama halaka nabiyyun xalafahu nabiyyun. Bir payg'ambar vafot bo'lganda uning keyindan yana bir payg'ambar keldi. Burungi payg'ambarning diniy siyosatini u payg'ambar elib mangdi. Bu insoniyat tarixida bilamiz Bani İsrail degan shu Yaqub alayhissalomdan tortib da Muhammad alayhissalomgacha kelgan payg'ambarlarning mutlaq ko'p soni 99% deyilik Bani İsraildan chiqadi. Şu payg'ambarlarning hammasi Bani İsrailga siyosiy jihatdan rahbarlik qilib keladi deydi. Oxirisi nima deydi? Va innahu la nabiyya ba'di. Yana bir haqiqat borki, mendan keyin payg'ambar bo'lmaydi deydi. Bu nima degan gap? Men hozir mening ummatimning siyosiy boshqoni, men ummatimga rahbarlik qilib ketib borman siyosat nuqtasida. Ammo men vafot bo'lgandan keyin payg'ambar kelmagachga afsuski bundan keyingi mening ummatimga payg'ambarlar siyosatda rahbarlik qilolmaydi. Deb payg'ambar alayhisalom afsuslanadi. Ya'ni Muhammad alayhisalomning ummatining siyosatga rahbarlik qilishda payg'ambarsiz qolganligiga Muhammad alayhisalom afsuslanadi. Afsuslanib qolib nima deydi? Va sayakunu ba'di xulafa'u fayaksurun. Mendan keyin xalifalar keladi. Bu xalifalar nayt jiquludi. Ya'ni mening izbosarlarim normal insonlardan bo'ladi. Bundan keyin xalifa bo'ladi degandan keyin sahobalar shunday so'raydi: "Yaqalu ya Rasululloh va ma ta'muruna?" O xalifalik kelsa, sen hozir bizga siyosatda rahbarlik qilib ketib borsa, davlat raisisan. Buningdan keyin o xalifalar chiqqan vaqtda sening tavsiyang nima? deb so'ragan vaqtda payg'ambar alayhisalom "Awfu bi bayatil avvali val avval." Sizlar boshda kim saylangan bo'lsa, boshda saylanganini e'tirof qilinglar. Şununla beyat qilinglar. Keyin men xalifa etdim, men o'tdim deb keyin chiqqanlarni e'tirof qilmanglar deydi. Nima uchun degan vaqtda payg'ambarga iymon etish sharti bor. Payg'ambarlikka iymon etimiz, unda bo'lgan kun uning rahbarligini majbur qabul qilamiz. Keyin kelgan xalifalar, keyin kelgan rahbarlar payg'ambar bo'lmag'achqa, uningga iymon etish vazifamiz bo'lmag'achqa, umma o'zini xalifa desa, bumma o'zini xalifa desa, insonlarning kallasi elishib ketadi-ku. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom xalq tarafidan kim birinchi bo'lib saylangan bo'lsa, ashunga bay'at qilsalar, ashunga bilan davom qilsalar deydi.
Shuning uchun bu hadisdan nimani tushunamiz degan vaqtda payg'ambarlarning xalifaligi mashruiyatini Allohdan oladi. Alloh sen payg'ambar siyosatga rahbarlik qilasan degachga payg'ambarlik shunday qiladi. Ammo payg'ambar bo'lmaganlar mashruiyatini nerdan oladi? Xalqdan oladi. Xalq kimni saylasa shu xalifa bo'lib mangdi, siyosatni ashunday boshqaradi. Endi buningdimi Peygamber aleyhisselam devlet reisi, siyasi rehber bulup peygamberlikni, risaletni, nübüvvetni, siyasi rehberlikni, harbiy kumandanlıkni, aile dadısılıqni, muallimlikni aqlimizga nemi kelsa, şu özünün ümmetiga uyutadigan ishning hammasini Peygamber aleyhisselam qilgan. Shuning uchun bizning dinimizda hech qachon siyaset bilen urushib qoladigan ish yo'q. Siyosatdan ayrib etilgan dinni bizning dinimizda ilmoniy deb ataydi, uni qabul qilmaydi. Agar din axloqdan ayrilib qolgan bo'lsa, buni dehroniy deb ataydi, dinsizlik deb ataydi. Agar din ilm fandan ayrilib qolsa, buni Almaniya deb ataydi, buni qabul qilmaydi. Bu ilm fan deb ayirish İslamiyetga yarashmaydi. Boshqa dinlar deydi, diniy ilm, fanniy ilm boshqalar atisi yarashadi. Bizning islom dinimizda ilmning hammasi Allohdan keladi. Chunki Allohning takviniy qonunlari deymiz. Takviniy qonunlar bu dunyo qo'yib qo'ygan qonunlar bor. Fizikal qonuniyatlar var, ximiyalik qonuniyatlar var, matematikal qonuniyatlar var. Mush fanniy bilim davatqan ash bilimlarning ichidagi bütün qonuniyatlarning ismi bizning dinimizda takviniy ilm, bu Alloh tarafidan bekitilgan, Alloh yaratgan ilmlar. Ammo vahiy bilan kelgan, Qur'on va sunnat bilan kelgan ilmlarni tashri'iy ilm deydi. U Alloh bevosita Alloh tarafidan va Allohning payg'ambari tarafidan bizga o'rgatilgan bilimlar. Şu her iki bilimning manbasi bir, Allohga tutishudi. Unda bo'lgandan keyin bizning dinimizda fanniy bilim, diniy bilim deydigan ayrimi bo'lmaydi. Ayirib etgandan keyin lam dinimiz nimaga aylanib qoladi? Qabul qilg'isiz bir narsaga, dogma bir narsaga aylanib qoladi. Shuning uchun bizning dinimiz siyosat bilanmi chiqishidi? Ilm fan bilanmi chiqishidi? İnsaniyetga manfaatlik har qanday narsa bilan chiqishidi. Rahmat. To'liq yaxshi javob berdingiz. Dinni o'zininki asli ma'nosi bilan tushundik. Dinni qilish amaliyot siyosatni qilish bo'ladi. Unda hech qanday bir xil chiqish qilish bo'lmaydi. Men din yo'lda mang'atim siyosatga aralashmaydim degan gapni isbotlab berdingiz. To'liq xato gap ekan. Endi hukumatimingniki sapasini nazarga olsak, men siyosiy va boshqa sohadagi sapasi alohida yuqori hukumat odamlarimizning tuhfasi bilan hukumatimizning hukumatimiz bugungi kunda turibdi deb ishonaman. Sizningcha hukumat xodimlarimizning sapasi akademik saviyada bormi? Mush saviyadagi hukumat xodimlarimiz bormi? To'g'ri. Bizningki hukumatimizning mush halqa kelishi millatimiz ichidan chiqqan vatanparvar, vatansuyar insonlarning tirishchanligi bilan, sabrchanligi bilan, qo'lidan kelganini qilishi bilan mush halqa keldi. Alloh hukumatimizga ajr degan bütün qarindoshlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Endi hukumat xodimlarininki saviyasi, siyosiy sapasi yoki akademik saviyadami degan savolga kelsak, oldi bilan akademik degan kelimani tushunishga to'g'ri keladi. Akademikni jiq qo'llanamiz. O'shada arablarni qo'llanadi. Islamic School, Akademiya, Islamic Academy deb ismlarni qo'yib olamiz. Akademikni ham yerda qo'llanamiz. Shuning uchun akademikning nima ekanligini etnologiyasiga qarab baqqan vaqtimizda akademik kelimasi akademiya kelimasidan chiqadi. Grekcha kelima. Ya'ni Yunancha. Gretsiyalik kelima. Akademiya. Bu nereden chiqadi desa, ma faylasuflarning ichida mashhur Aflatun deydigan bir faylasuf bor. Grek faylasuflarininki yo'g'on olimlardan birisi.
Şu Eflatun özünün şagirdlariga felsefe dersi verdiğin çağda şu dersini Akademiye diyen parkta beretdi. Akademiye bir parkın ismi. Şu Atina'ya yakın, Atina'nın sırtında bir parkın ismi Akademiye. Eflatun özünün şagirdlariga felsefe öğrendiğinlarga dersini şu Akademiye diyen parkta bergeçke bunu akademik dep atıldı. Hem de bu park nima uchun akademiya deb ism berilgan degan vaqtda bu Yunanlarning milliy qahramoni Akademus nomiga berilgan ism bu. Mush milliy qahramonimiz unutilib qolmasin deb eng chiroyli bog'ning ismini şu Akademusga bergan. Lekin Eflatun eng güzel ilim bo'lgan felsefani şu akademiya degan bog'chida o'rgatgan. Bu bog'chida o'zining shogirdlariga nima o'rgatadi? Felsefe ilmi öğüttü. Bu felsefenin emimiz bilimiz felsefe ilmini hususen siyasi felsefe. Devlet başkuruş, insan başkuruş felsefe ilmini mi muş akademiye parkede öğüttü. Şunun için bu akademiye medreseden yetişip çıkan şagirdler kahraman buluşka, akademik okşaş kahraman buluşka teşebbüs kılınattı. Vatanperver, insaniyetki menfaatlik iş kılıdığan insanlar kılıp yetiştirilip çıkarılıptı. Şunun için şu çağdaki şu akademiye mektebi insaniyetki bek yakkan boğaçka hemimiz şu akademi mektebidek mektep açsak, hemimiz şu akademiyede terbiyelengen bolsak da terbiyelengüçlerinin seviyesini ölçeydiğen bir ölçemge aylanıp kalıqlıq akademiye mektebi. Şunun için akademik seviye degan gap akademiye seviyesinde mi Eflatun felsefe üretken şu şagirdlerinin seviyesinde mi degan gap. Endi bu ma'noni tushungandan keyin endi bizning hukumat xodimlarimizning yoki hukumatning sirtidagi ziyolilarimizning akademiya seviyesidami emasmi deganga baho berish uchun bizningki ziyolilarimiz, vatanparvarlarimiz yoki vatanparvar bo'lmaganlarimiz asosan o'qidi, o'qimishloq deyilgan odamlar nada o'qidi shunga qarab berishimiz kerak. Biz Sharqiy Turkiston xalqining akademik seviyede ta'lim tarbiya biladigan milliy ma'rifimiz bormi? Yo'q. Bo'lmagandan keyin biz Sharqiy Turkistonliklar kimning qo'lida o'qiymiz vatanda? Xitoy tajovuzchilarining qo'lida o'qiymiz. O'qish jarayonidagi hayotimizni eslab baqaylik. Xitoy tajovuzchilari bizga maktabda insonparvarlikni o'rgatamdi, vatanparvarlikni o'rgatamdi. O'rgatsa shu men Xitoy garajdini men Junguni suyman deb ashunda o'zining vatanini so'ydiribdi. Ya'ni manqurt qilib tarbiyalaydi bizni. Shuning uchun bizning vatanda 10 yil o'qiganlarning 10 yil mingisi juyuladi, 20 yil o'qiganlarning 20 yil mingisi juyuladi. Unda bo'lgandan keyin bek o'qib ketdi deganlarning bunu akademik seviyede deyli desek milletperverlik yok, vatanperverlik yok yetişidi öyle. Mesela Xitay'da okup, Beijing'de neçe yıl yaşap, onundan keyin Xitay onu chet elge o'qishga chiqardi. Mesela Moskva deymiz, London deymiz, Avrupa deymiz, Amerika deymiz, nurg'a yerlik o'qishga chiqardi. Xitay şunu şu o'qishga chiqarib, eng oxirisida ondan keyin shu yerga berib yaşanglar deb izni berdi. Endi biz şularga qarasak o'qiganlik ras, yuqori darajada o'qiganlik ras, saviyasi borlik ras bizning ziyoli deb qaraymiz. Ammo vatanning mustaqilligini asliga keltiradigan xizmatga da'vat qilgan chog'imizda kelinmaydi. Nima uchun? Chunki tarbiyani Xitoyning vatanini qo'g'dash jihati tarbiya ko'rgan. Sharqiy Turkistonni qo'g'dash, Sharqiy Turkistonda xizmat qilish haqida tarbiya ko'rmagan. Unda bo'lgandan keyin bu insonlarning bilimlik digili bo'lgan taqdirdami akademik digili bo'lmaydi. Chunki vatanparvarlik bo'lmag'achqa akademik digili bo'lmaydi. Endi bu nuqtadan olib aytgan vaqtda bizning mayli fanniy jihatda o'qigan insonlarimiz bo'lsin, hatto diniy jihatni o'qigan insonlarimiz bo'lsin. Men masalan dinda o'qigan edim. Masalan chet elda o'qisa diniy zatlarimizni
Mesela Pakistan'da okudu deyli. Pakistan'daki medresede Şarkı Türkistan'ın müstakillığını esli keltirişini lazım. Bu üstüne düşken perzep ügütemdi, ügetmeydi. Mısır Ezher'de Şarkı Türkistan'ın gipini kılıp ügütemdi, ügetmeydi. Şarkı Türkistan'ın gipini kılsa siyasetke aralashganda Xitoyga qaytirib berdi. Saudiyada qilamdi, qilmaydi. Turkiyada qilamdi, Turkiyada qilmaydi. Shuning uchun diniy sadikalarning o'qiyotgan maktablarimizdami bizga u nima o'rgatmaydi, vatanparvarlik o'rgatmagandan keyin har qancha joq o'qib ketgan taqdirdami uni nima deb ataymiz, akademik deb atsak bo'lamdi uni. Akademik degan gap faqatlam misolga bir soat o'qib yuqori saviyada o'qigan bo'lsa ham shunga deyiladigan bo'lsa, tamam deyli. Ammo akademik Platon o'rgatgandek vatanparvarlik, qahramonlik bu nuqtalarni o'rgatadigan bo'lsa, siyosiy falsafa o'rgatadigan ish bo'lgan bo'lsa, demakki bizning o'quvchilarimizda u siyosiy falsafa o'qiganlarning tayini yo'q. Unda bo'lgandan keyin bizning Sharqiy Turkiston xalqining ichidan chiqqan ziyolilarni akademik deb bo'g'ilib bo'lmagan chaqda, endi hukumatning ichida akademikimiz bek jiq ba deb bo'g'ilmaydi. Akademik saviyada o'qigan insonlarimiz bor. Anadaki vatanparvar ziyolilarimiz bor. Her birlaridek mesela Cumhur Reisimiz Mehmet Emin Ala akademik seviyede okuyan hem vatanparvar mana mushundaq insonlarni desek bo'ladi akademikda. Ama milletvekillerimizden hemmisi akademik seviyede emas. Shuning uchun biz şu akademik seviyege yetkizishni o'zimiz qilmasak bo'lmaydi ekan deb hozir shu yo'lga ketib boramiz. İnşallah özümüzden akademiklerimizni özümüz yetiştirip çıkmasak bo'lmaydi. Vallahi o maqsad kimi yetkazadi. Rahmat. Bu gapni asli ma'nisidan tushuntirdingiz, bek yaxshi bo'ldi. Biz bir gapni anglasak, o gapniki keyin qo'shilgan, yuklangan ma'nosi bo'yicha o'ylanib, o gap nereden kelib chiqqan deganga diqqat qilmaymiz ekan. Ko'pdan-ko'p rahmat. Endi hukumatimiz yuqori sifatli xizmatlar bilan o'tirdi ko'rindilik. Shundaqdimi sifatli Sapa tarbiyasining betaqatligi va izchillik ehtiyoji tufayli hukumatimiz nurg'un tarbiyalash programmalarini o'tirib qo'yib, uni beja keltirmoqda. Sizcha bu programmalarning unumi qanday bo'lar? Xuddi siz bugun o'tgan darsga o'xshash, Mamtun Ali afandim o'tgan darsga o'xshash, biz nurg'un programmalarni o'tirib qo'yib, shanba yakshan kunlarimizni qurbon qilib, shu o'rganish, tarbiyalanish ep boryapmiz. Sizcha buning unumi qanday bo'ladi? Meningcha unumi bek yaxshi bo'ladi deb qarayman. Chunki tanlagan darslarimiz şu milletimizden ihtiyaç bo'lgan dersler. Mesela başqurish ilmi deymiz, siyaset ilmi deymiz, diplomatiya ilmi deymiz, andan keyin diniy darslar, andan keyin vatanparvarlik darslari, nutq darslari degandek. Mushu ijtimoiy fandan Sharqiy Turkiston xalqining nimaga ehtiyoji bo'lgan bo'lsa, shu ehtiyoj bo'lgan narsalarni tanlab dars o'tashga boshladik. Meningcha dersning hech qachon ziyon olmaydi, foydasi bo'ladi. Meningcha bu darslar bek muhim. Agar davom qila olsak, agar millat vakillarimiz va sirtdan keladiganlar qatnashib davom qila oladiganlar bo'lsak, inshaalloh milliy akademik millat vakillarimizni o'zimiz tarbiyalab chiqamiz deb ishonaman men. Çünkü enda desek seni akademik seviyen bağımı deyiş mümkün insanlar. Hiç kim tug'ilgan chaqdasida akademik seviyede tug'ilmaydi. Hemmeden mush dunyoga kelgandan ügünüm akademik seviyege chiqadi. Unda bo'lgandan keyin tirishib o'rgansak akademik seviyege chiqa olamiz. Akademik seviyege chiqish uchun illaki Xitoyda o'qish kerak yoki G'arbda o'qish kerak deydigan ish yo'q. O'zimizning milliy ustozlarimizdan o'qisakmi akademik seviyege chiqqili bo'ladi. Shuning uchun men bu darslarni bek muhim deb qarayman. Natijasi bek yo'g'in bo'ladi deb ishonaman. Rahmat. Biz odatda hammamiz bilamiz, muajiratdagi hayotning besim bilan tirishib ishlab vaqtimizni hayot halakchilik bilan o'tkazamiz. Ammo bu qitim hukumatga qaraydigan bo'lsak, shanba yakshanba kuni to'shaq dars bor. Qarasak qizg'inlikni yuqori, hammalar tirishib degan vaqtdan oshirib, savollarni so'rab, ishlar qizg'inlik bilan o'rganib ketyapmiz. Men bundan cho'ng bir umidga keldim. Chunki hozirgi vaziyatda inson niyatlam qilsa, o'rganadigan fursat naytacak.
niyetla to'g'ri bo'lsa, masalan, bugun sizlar bergan diniy darsdami nurg'un narsalarni o'rganib oldik. Boy sizlar deganga o'xshash siyosatning nimaligini aytganki darsdim so'zlagan. Mushu bilimlar bizga sizlar degandek vatandagi Xitoy hokimiyati ostida qat'iy mumkin emas. Biz bu oqilon qarni bilolmaymiz, dinning nimaligini bilolmaymiz. Hozir fursat bor vaqtda biz kim deganda hukumatimiz o'zimizningki millat vakillarini asos qilib va sirtdan munbardagi a'zolarning qitilimiz deganlarni qo'shib shunday bir programmani yurgizyapmiz. Buning unumi sizlar degandek cho'qim yaxshi bo'ladi. Hamda hukumat bo'lish sifatimiz bilan o'z hukumat mexanizmimizni bajarishdan sirt mustaqillik, hamkorlik munbarida aktiv rolimizni joriy qildirib kelyapmiz. Bugun aytgan munbar yig'inimiz bo'ldi, yig'inimiz nihoyat uzun davomlashdi. Bu munbardan kutilgan umidingiz nima sizningki? Menimcha munbardan kutilgan umidim bek yuqori. Chunki munbarga hozir 24 tashkilot qatnashyapti. 23 mi? 23 tashkilot. Bu tashkilotlar shu o'zini vatanparvar hisoblab, vatanning mustaqilligini asliga keltiramiz, mustaqilligini asliga keltiramiz deb yo'lga chiqqan tashkilotlar. Unda bo'lgandan niyatda, g'oyada hech qanday farqimiz bo'lmagandan bular bilan birlashib yo'g'on ishlarni qila olamiz, tushunish hosil qilib deb ishonaman men. Asosan bundaq muvaffaqiyatlik ish qila olishimiz va bundan keyin shu ishimizni muvaffaqiyatli elib bora olishimizning birdan bir omili bor. Shuningga amal qila olsak ham yo'g'on ishlarni vujudga chiqara olamiz. Bu omil samimiyat. Agar biz rost mustaqilchi bo'lgan bo'lsak, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish niyatimiz rost bo'lsa, shu degan gapimizda samimiy bo'lsak, qiliqimizdami samimiy bo'lamiz. To'g'ri. Shuning uchun Payg'ambar alayhissalom bir hadisda ad-dinu an-nasiha deb tushundirdi. Din nasihatdir deb tushundirdi. Bu yerdagi bu din nasihatdir degandiki nasihatning ma'nosi biz davomli xalqqa va'z nasihat qilish, tarbiya qilish deb tushunib olamiz. Shunda bo'lgandan keyin biz davomli birsimizga tarbiya qilib, o'rganguchilardan o'rgatuvchilar jiqlab ketishning sababi shu. Normalda din nasihat degan gap din samimiyatdir degan gap. Bu yerdagi nasihatning ma'nosi samimiyat degan gap. Man nasihat kalimasi bizning tilimizga yantu chirib qolg'achqa olimlarimizdan tortib yantu tushunib olib nasihatni va'z nasihat, pand nasihat, tarbiya qilish deb mendaq tushunadi. Asli nasihatning asli ma'nosi samimiyat. Ixlos degan ma'noda bildirdi. Shuning uchun buni sahobalar tushunatdi. Sahobalar tushunib, qalu liman ya Rasululloh. Kimga bu dinni samimiylik dedingiz? Bu kimga samimiy bo'lamiz degan vaqtda Payg'ambar alayhisalom javob berib, Allohga samimiy bo'lasiz. Men Allohning bandisi degan gapingizda samimiysiz, Allohni rozi qilishga ishlaysiz. Allohning payg'ambariga samimiy bo'lasiz. Payg'ambar alayhisalom mening payg'ambarim, mening rahbarim, mening ustozim deydi ekansiz, Rasulullohning diniga amal qilasiz degan gap. Anodiki yana kimga? Vali Allohning kitobiga samimiy bo'lasiz. Mening kitobim Qur'on deb qo'yib, Qur'ondan chiqqanni mayanga tashlab ketavermaysiz. Ras musulmon bo'lsangiz, Allohning kitobiga samimiy bo'lasiz. Allohning payg'ambariga, anandan musulmonlarning ichidan chiqqan rahbarlarga samimiy bo'lasiz deydi. Vali aimmatul muslimin. Musulmonlarning ichidan chiqqan imomlarga degan gap, imom degan rahbar degan gap. Turkcha önder deydi. Başta yolunu başlap mağına adamni imam deyildi. Şunun için imam namazda mı aldıda turdu. Hemmenin aldıda. Aldıdan yol başlap mağan adamlarni imam deydi, rahber deyildi. Müslümanların içinden çıkan rahberlerge samimi olasınız. Ras samimi men şu teşkilatga a'zo yoki şu hükümetga a'zo deydigan bo'lsangiz, şu a'zolig'ingiz rasuludu, şu hükümetning, şu teşkilatning sizga bergan vazifalarini ado qilasiz degan gap. Lekin
Veli ammetihim. Anındaki Müslümanların bütün hemmisiga. Bütün insanlara samimi bolasız. İnsaniyetinin menfaatini qoğdaşda, Adem Aleyhisselam'ın evladının menfaatini qoğdaşda samimi bolasız. Bir şey kege baksa mening menfaatim deb xalqning menfaatini satadigan, xalqning menfaatini uğulaydigan ishni qilmaysiz. Hammaga tang samimiy bo'lasiz deb din tanlash, samimiyat deb o'rgatgan payg'ambar alayhissalom. Shuning uchun bizning munbarda agar samimiyatni hosil qila olsak, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltiraman degan gapimiz samimiy bo'lsa, bizning talash tartish qiladigan hech nimamiz yo'q o'tiradi. Agar bir talash tartish chiqib qolgan bo'lsa, shaxslarning o'tirisida, uni shaxslar o'zi tugatib olsa bo'ladi. Uni munbarga so'rab kirishning hojati yo'q. Uni tashkilotlar o'tirisida problem qilib dapchada yurishning hech qanday nimasi yo'q. Uni shaxsiylar o'zi tugatadi. Ammo munbar a'zolari hech qachon problemni munbarga tashkilotlar orasida so'rab chiqib, uni umumlashtirishga hech kimningki haqqi yo'q. Agar unda qilib qolsa, bu samimiyatsizlik hisoblanadi. Chunki o'zining kichikkina ko'nglining og'riqini deb munbarni vayron qilishga tirishganlik hisoblanadi. Shuning uchun munbarning roli bek cho'ng, mening ko'zimda munbarni qo'g'dishimiz lozim. Samimiylan bo'lsak, jiq ishni qilib ketalaymiz deb o'ylayman. Rahmat. Tunikin Salih Xudoyor diplomat to'g'ri dars o'tganda diplomatiya to'g'riliq. Diplomatiyadagi eng alqiliq omilning birisi samimiyat degan edi. Bugun siz mana shuni deyapsiz. Bizning Sharqiy Turkiston mustaqillik uchun samimiyatimiz bilan bo'lsa, hamma ish hal bo'ladi. Yana bir jasuslik deyilosi Amerikada fosh bo'ldi. Xitoy demokratiyasi Tang Yuanjin degan Xitoy kompartiyasiga ishlaydigan bo'lib chiqdi-da. Bu amaliyotda demokratiya. Xitoyda 8 yil turmada yotgan ekan bu. Undan keyin Amerikada siyosiy panohlikka erishgan bu Xitoyning deyilosi bizga qanday uchur berdi? Bu oldida birisi chiqqan, yangidan birisi chiqdi. Bu texim cho'ngay hozir. Bizga qanday uchur? Bu Xitoyda haliqi bu Xitoyning odati insonlarni o'zi yomon ko'rgan bo'lib, turmuqqa solab, mancha yil kesdi bo'lib, undan keyin qochib ketgan bo'lib, bir ishlarni qilib, insonlarga ishonchlik ko'rsatib, undan keyin o'ziga ishiltib, boshqa davlatlarga to'zaq quradigan bu Xitoyning azaldan qo'llanib kelayotgan bir shpiyonlik odati bu. Buni bu Xitoylarni ishiltyotidi. Bu Xitoylarni turmuqqa sulash orqali anondan keyin qo'yib berib, qochirib etib, Amerikadagi yerga kelgan vaqtida Xitoyga qarshi shuar to'lab bu Xitoylar Amerikani aldamoqchi. Amerikaning qo'yniga kirib, ya'ni yolg'iz Amerikaning emas, nega yeyilgan bo'lsa, bu Xitoylar shu o'zi borgan davlatning qo'yniga kirish orqali shu davlatni Xitoyning kontrolligiga kelib berish uchun Xitoy bunda taktikani qo'llanadi. Bu kishilarni qo'llanadi, ayollarni qo'llanadi. Bularni Xitoyning va qizlarini solab berish orqali boshliqlarni setib oladigan, shantaj qiladigan odati bek mashhur. Bu Xitoy tarixida, siyosat tarixida Xitoyning bu sulamchilik bu odati bek mashhur. Xitoy buni davomli qiladi, bundan keyin qiladi. Hatto buningdan yana Uyg'urlarning ichidan shunday qilganligini bilamiz. Uyg'urlarning ichidan turmuqqa solab, nupuz qozondirib, qechib ketdi qilib, chet elga chiqarib, umr bo'yi Xitoy o'ziga ishlatadigan nurg'un inqilobchilarni ko'ramiz. Masalan, nurg'un odamlar bor, Xitoyning turmusida yotgan. Xitoy meni uni qildi, buni qildi deydi. Ammo mustaqillik maydoniga kelamdi. O'zidan shaxsiy so'sa, men mustaqilchi deydi. Ammo mustaqillik maydoniga kela olamdi. O'zini mustaqilchi deb po'atgan bilan shu avtonomchilarningki nenni yeb yurayotgan nurg'un insonlarni bilamiz. Bu shu Xitoyning shu taktikasi shu. Vatanda turmuqqa sulash orqali nupuz qozondirdi, bir qandayni qilib qochirib yetdi. Aningdan keyin xalqimiz uni bu turmada yotgan inqilobchi deb qaraydi. Lekin umr bo'yi ashnaga ergishib manadigan ishlar bek jiq bizning vatanda. Hatto men bir hikoyani deb berayman sizlarga.
Men turmadan chiqqan kunim bir bala bizning uyga keldi. Bugun turmadan chiqib uyga kelib to'sam keldi. Deb nim bo'ldi desam, men shu Sharqiy Turkistonni mustaqil qilmoqchi edik. Qanday mustaqil qilamiz, shuni bir plan programmasini deyishib olaylik deb keldim-da. Uni men turmaga kirishdan burun hech qanday inqilob sohasida ko'rib boqqan bo'la emas. Men dedim, men hozir turmadan keldim. Bir vaqt o'tsin. Men keyin sizni istab topaman dedim. Keyin Qashqarga bordim. Qashqarda yana topdi u meni bijalidan. Ammo bunga men gumon bilan qaradim. Chunki burun yo'q odam nima uchun bakardim inqilobchi bo'lib qoladi, nima uchun mening keynimga kirib oladi. Bu bunda yo'g'on ishlarni qila oladiganida men turmatik vaqt qilavermay, nima uchun meni kutib yotadi deb. Keyingi vaqtlarda bek mashhurlab ketdi bu bola. Bizning Maralvesh tarafida, Mak tarafida bek mashhurlab ketdik. Inqilobchi deb. Keppa shunda ko'tarib hali qilmaydi insonlarning. Kunlarning birida bu bolaninki to'y qilamiz deyishayotgan bir qiz bola. Kunlarning birida buni turmaga olib chiqib ketdi Xitoy. Turmaga olib chiqib ketgandan keyin bu boladan alimiz tegimiz deyishgan bir qiz bola yo'qlab boradi. Bu Jumlax Shakulbash tarafida Enchenchuning turmushimi shu edi. Buni siyosiy deb shu Enchenchuning viloyatlik turmushiga sulyapti-da, xabarda shunday taqilibdi. Andan keyin bu qiz bola shu turmaga yo'qlab boradi. Yo'qlab berib, men palon bilan ko'rishga keldim desa, ishga baqadiganlar paloniyada ikkinchi qavatdagi palon nomerlik uyga kiring deb bilan turmaning oldidan chigizib o'tdi. Bu qizlar hayron qolib, bu turmadi degandan keyin ishiga chigil qo'ydigan shu bu tamaq ekanmi, nima qildi, nima ishing bor demaylar, meni chigizib o'tdi deb tamaslab menib, bu ikkinchi qavatga chiqib, u degan uyning eshigini ochsa, u paloni qarajim, Enchenchuning saqchilari bilan biznesini ishib o'tgan edi. Bu qizvalni u ko'rib, u qo'rqib ketdi, qizval cho'chib ketdi. Shuning bilan bir qanday qilib akaga hadisini berib yenib chiqdi. Keyin bu qizval chiqib sirtga yeyib yetdi buni. Bu shu Xitoyninki Enchan istixborot Xitoyning Enchan. İstixborot shu shabakasininki bizning insonlarimizni qanday aldash, qanday baplash haqida shunday taktiklarni qo'llanadi. Hozirgi bu Xitoyning bu ishimi shu Xitoyning shu an'anaviy odam go'llash, davlatlarni go'llash taktikasining biri. Shuning uchun Xitoylarning arasida bo'lgandek Uyg'urlarning ishlarimi bor bunda saqtibazlar diqqat qilishimiz lozim. Rahmat. Nəhayət yaxşı hekayəni birini deb berdiniz. Ularni bir nam qazandırıb, haqlarını əgəşdirib özüge işlətidi degan. Buningdan necha kun burun Pakistandan vatanga qaytayotganlarninki to'g'risida xabar chiqib, bu to'g'riliq G'ulom Usmon apandim bir X'da bu to'g'riliq bir narsani yozdi. Buningda shu ashadan berib kelayotgan Uyg'urlarninki qanchalik paskashlikligi, Xitoyning qo'lida qanday o'ynayotganligi. Ham bularning maqsadli holda ayni chog'da shu vatandan chiqqan vaqtda maqsadli holda chiqarilgan bo'lishining ehtimolligining nihoyat yuqoriligi degandek. Hozir hikoyami dal shunga mos keldi. Yana bir dedingiz, siz agar vatanda Xitoyning turmushi yotgan bo'lsa, agar shu Xitoyninki shu zulmini tatgan odam bo'lsa, nima vajidan sirtqa chiqqandan keyin odatdagi odamdimi bekrak shu zulm uchragan inson mustaqillik yo'lida bo'lmaydi. Aksincha u bir inqilobchilar boshqa yo'llarda mangadi. Demak, bu bir o'yan. Demak, hukumatimizga qurilgan o'yan to'zoqlarni aytib ko'p biz bunga aytdi sakak bo'lishimiz, bunga ahamiyat berishimiz kerak. Amerikada Xitoylarninki jasuslari birdan tutilyotdi. Menimcha boshqa davlatlar bunga ergishadi. Bundan keyin Amerika Xitoy siyosatimi ziriklashga yomonlashga qarab manga degan tilakdamiz. Bizning hukumatimiz izchil mustaqillikdan iborat bir yo'l bilan adashmay minib kelyapmiz, ammo bu yo'lda mangmoq uncha oson emas. Bu yo'lda shaxsiy badalga qaramaydigan fidokorona bir ruh bo'lish kerak. Hammamiz shuni qilib kelyapmiz deb o'ylaymiz. Ham xalqimizningki o'rtaq mush hukumatning atrofiga o'yishib, mustaqillik ro'yi bilan tirishib, kunlarning biri mush mustaqil vatanimizni qo'limizga elishimiz uchun birlikda harakat qilishimizga taklif qilamiz. Va shunday qilishiga tilakdoshmiz. Bugungi mush programmaga ajratgan vaqtingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat.
Bugungi programmamiz vaqt munosabati bilan müşahede oxirlashdi. Hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Allohga emanet.